Zalga yig'ilamiz. Вообще motivatsiya yo'q, lekin borishimiz kerak. Reально so'nggi vaqtlari zalga o'zimni majburlab chiqyapman. Krossovkim. Mana shu kostyumni olganimga ham 1 oycha bo'lib qoldi. Lekin zalga bir marta ham kiyganim yo'q. Bugun aynan yelkaga ishlamoqchiman, shu sababli yelkasi ochiq kombinezon kiyaman. Mani yelkam juda chiroyli azizlarim. Ishonaveringlar. Chiroylimi? Chiroylimi? O'rtog'im, zalga bitta o'zim chiqmayman. Sababi meni yelkalarim chiroyli. O'g'irlab ketishadi. Обязательно полотенце olaman. Trenajyorkalarga o'tirganimda yelkalarim ochiq-ku, birovni poti tegmasin. Hozir bitta voqeani gapirib beray. Trenajyorkada mashq qilyotgandim-da, ko'tim rosa terlab ketibdi. Sidenyadan tursam, sidenya ho'l bo'lib qolibdi-da. Uni artishga ulgurmasimdan u yoqqa boshqa qiz keldi. Turib survordim. Uzoqdan qarab turman, nima qilar ekan deb. Yonida o'g'il bola treneri bor edi. Men bu yerga o'tirmayman degandir. Скорее всего, bola kelib, влажный salfetka bilan artdi sidenyani. Yana mana bunaqa chiziqcha bo'lib qo'l bo'lib qolganda, somsacha bo'lib qo'l bo'lib qolgan. Men yana mana bundoq qilib shortigimga qarayapman, lekin shortigim qo'lmas edi. Juda g'alati. Zalga boradiganlar etiklar, bu holatdan men xijolat bo'laymi yoki xijolat bo'lmaymi? Naushnik обязательно. Всё, azizlarim, men tayyorman. Hamma narsani oldik. Yoki nimanidir unutib qoldirdikmi? Обязательно yozib qoldiringlar. Dil izhorlarini ham yozib qoldiringlar azizlarim. Men sizlarni sevaman.